Xo'p, yakuniy natija qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, shu aniq xarajatlarimizni o'zimiz mana bu yerda kunlik kiritib borgan xarajatlarimizni shu kategoriyasidan kelib chiqib, bu yoqda oylik xarajatlarimizni yozib kiritib boramiz va bir oy to'lgandan keyin oxirgi natijani mana bu yoqda vizual tarzda tahlil qilishimiz mumkin, ya'ni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ingliz tilida bo'lgani uchun sizga ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin. Buni xuddi mana shuni o'zbek tilidagi alternativasini birgalikda bu yoqda birgalikda yasaymiz. Xo'p, demak, birinchi mana bu yoqda biz haftalik xarajatlar kategoriyasini yozamiz. Bu yoqda sanalarni yozamiz. Ya'ni vertikal tarzda kategoriyalar, gorizontal tarzda sanalar yoziladi. Hop, buning uchun endi xarajat turlari va sana yozamiz. Hop, bu yoqda xarajat turlarimiz. Hop, men o'zimdan kelib chiqib yozaveraman. Siz o'zingizga maksimal darajada to'g'rilab moslashtirsangiz bo'ladi. Hop, birinchi men har kun haftada 5 kun ishga qatnayman. Shunga yo'l kira xarajatlarim bor. Yo'l kira. Hop, ishda obed qilaman. Tushlik va yana uyga oziq-ovqat olishim mumkin. Oziq-ovqat va hafta oxirida odatda mashinada biror yoqqa boraman. Mashinam uchun aytaylik yoqilg'i zapravka qilaman. Yoqilg'i va yana boshqa qanaqadir xarajatlarim bo'lishi mumkin. Ularni boshqa turdagi kategoriya deb yozaman-da. Va bu yoqda jami deb yozaman. Bu jamini qanday hisoblashda alohida ko'rib chiqamiz batafsil. Hop, demak, bu yoqda endi sanalarni qo'lda kiritsak, birinchi usuli qo'lda kiritish mana bu tarzda 2026-yil 1-yanvardan deb bu tarzda kiritsak bo'ladi. Yoki bundan ham qulayroq usuli bor. Hop, u qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, hop, bu yoqda hozir bizda data, ya'ni sanalar bo'limiga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana shu kataylarni. Buning uchun bir yo'la 7 ta kataydi, ya'ni bir haftalik kunlarni tanlayman-da, hammasini short date, ya'ni qisqa sanalar qismini tanlab qo'yaman va bu yoqdan 2 marta bosganimizda mana bu yerda o'zi kalendarni avtomatik chiqarib beradigan bo'ladi Excelda. Hop, shu tariqa sanalarni belgilayman. Buni har birini qo'lda belgilab sanalarni tanlashim mumkin. E'tibor beringlar, men 1-yanvardan boshlayapman. Hop, va ikkinchi usuli mana shu 1-yanvarda kiritgandan keyin bu yoqda o'ng taraf pastki qismiga keladigan bo'lsak, o'zi bizni kursorimiz, sichqonchamiz mana bu plyus shakliga o'tadi. Ushlagan holatda mana shu 7 ta katakka tortaman va 1-yanvardan 7-yanvargacha sana o'zi Excelda avtomatik tarzda kiritiladi. Hop, endi kategoriyalar bo'limidan mana shu kategoriyalar bo'yicha xarajatlarni kiritamiz. Aytaylik, birinchi men yo'l kiram bir kunda o'rtacha 10 minglik yo'l kira qilaman. 10 ming deb kiritadigan bo'lsam, bu shunchaki raqamda o'zi kiritilyapti. Hop, buni endi men so'mda hisoblaydigan qilishim kerak. So'mda hisoblaydigan qilishim uchun men bu yerdagi
jami summani hisoblagungacha bo'lgan qatorlar va bu yoqdan mana bu yergacha bo'lgan qator bizda so'mda hisoblanishi kerak. Mana shu yerdagi hamma raqamlar. Buning uchun yana mana bu yerdagi tablitsamizni raqamlariga xos funksiya beradigan bo'limga qaytaman va bu yerdan currency ya'ni valyuta bo'limini tanlayman. Hozir men bu yerda 10,000 men o'zi so'mda hisoblaganman, lekin dollar ko'rsatyapti. Qaytadan kataklarda yana belgilaymiz va bu yerdan o'zbek so'miga o'tkazib qo'yamiz. Buning uchun U harfli bo'limga tushamiz va bu yerdan U harfli bo'limda dollar ham bor va xuddi shu yerda o'zbek so'mi ham bor. Endi aytaylik, ishxonada men tushlik qilishim mumkin. O'rtacha O'zbekistondagi o'rtacha tushlik puli 30,000 bo'lishi mumkin. Misol tariqasida balki bundan ko'proq yoki ozroq ham bo'lishi mumkin. Uyga oziq-ovqat qilishim mumkin. Aytaylik, buni 100,000 deb yozaman. Odatda dushanba kuni ko'pchilik ishiga taksida borishi mumkin yoki bo'lmasa o'zingizni mashinangizga qanaqadir xarajat qiladigan bo'lsangiz, yoqilg'i quyadigan bo'lsangiz, summasini kiritishingiz mumkin. Misol tariqasida 50,000 kiritamiz bu holatda. Xo'p, va boshqa xarajatlar yana aytaylik 10,000 bo'ldi. Endi hammasini belgilaydigan bo'lsak, bizda 200,000 summani mana bu yerda ko'rsatyapti. Xuddi shu summani mana bu yerda hisoblaydigan bir funksiya yozamiz. Buning uchun barobar tugmasini bosib turib, Excelda sum funksiyasi bor. O'zbek tilida sum yoziladi va bitta qavs ochib turib, mana bu yo'l kiradagi summadan boshlab pastga boshqalar bo'limigacha sichqonchani chap tarafini qo'yavermagan holda tanlaymiz va qavsni yopib turib enter tugmasini bossak, o'zi hisob-kitobni, umumiy hisobni chiqarib beradi bizga. Xo'p, aytaylik, yo'l kira faqat bir marta bo'lmaydi odatda. Bir kunda borish va qaytish bo'ladi. Shuning hisobiga yo'l kira 10,000 emas, 20,000 bo'ladi. Buni endi 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirgandan keyin shunchaki enter tugmasini bossak, bu formula ishlamaydi. Aynan bizda 10,000 ni 2 marta ko'paytirish uchun mana shu raqamlar oldiga barobar operantini, ya'ni shu belgisini qo'yishimiz kerak va undan keyin enter tugmasini bossak 20,000 hisoblab berdi. O'rtacha bir haftada 5 kun ishga boramiz. Shuning uchun 5 kun O'zbekiston holatida 6 kun bo'lishi mumkin. O'zingizdan kelib chiqib yozsangiz bo'ladi. Hop, biz hozir 5 kunni tanlab sichqonchani qo'yavermagan holda 5 kunga olib kelib qo'yaveradigan bo'lsak, summalarni bizga kiritib beradi. Hop. Tushlik har kun har xil bo'lishi mumkin, lekin men hozircha umumiy qilib bir xil summani kiritib turaman. Uyga ro'zg'or ham har kun qilinavermaydi. Bir haftada bir marta yoki 2 marta qilinishi mumkin. Hop, kelinglar, endi bir haftada 2 marta qilindi deb hisoblaymiz. Va boshqa xarajatlar mana bu yerda aytaylik, haftani o'rtasida 50,000 yana qanaqadir xarajat bo'ldi, dori bo'lishi mumkin yo boshqa xarajat. Hop, va endi mana shu kunlardagi xarajatlarni ham umumiy summasini mana bu yerga hisoblaydigan funksiyani, xuddi mana bu yerdagi funksiyani ishlash uchun yana shu yerdan plus shakli chiqqandan keyin sichqonchani ushlab olib kelib qo'yaversak, o'zi summani avtomatik hisoblaydi.
va endi bizda kunlar bo'yicha summalar mana bu yerda hisoblandi. Endi xuddi shundan kelib chiqib turib jami summani mana bu yerda hisoblaydigan funksiya yozamiz. Uning uchun yana xuddi mana bu yoqdagi funksiya, mana bu yerga yozgan funksiyamiz bilan bir xil sum deb yozamiz, sum funksiyasi. Va endi bu yerda kunlik umumiy xarajatlar yig'indisi bo'lgani uchun vertikal tarzda mana shu 7 kunda belgilaymiz va qavsni yopib enter tugmasini bosamiz. Bu yoqda bir haftalik umumiy xarajatimiz bizda 530 ming so'm bo'ldi. Endi biz nimaga qancha xarajat qilayotganimizni ham bilishlik uchun kategoriyalar bo'yicha mana bu yerda ham jami summalarni hisoblaydigan funksiya yozamiz. Buning uchun xuddi shu funksiyani yuqoriga tortib qo'yadigan bo'lsak, o'zi funksiyamiz avtomatik ishlaydi va bu yerda ham jami degan nomni yozib qo'yamiz. Hop, hozircha shu. Endi buni tushunarli holatga o'tkazish uchun chiroyli bir dizayn beramiz keyingi darslarda.